Avvalama assalomu alaykum. Necha pul bo'ldi aka? Necha pulga qaytdi? 19,5 sotmadingizmi? Nomeringizni aytib keting. 94lik 071 0166 aka-ukalarimiz aloqaga chiqishlaringiz. Maşallah. Hiç satılmadı mı? Bizde neç pul oldu mu? Neç pulla qaytdi? Ha, satib olamiz inşallah. Mayli doktor. Layklarni tirsilatib qo'ying, ha? Tirs urib. O'zi xizmatlarimiz bor, yaxshi. O'qib kelgan, Toshkent, Samarqandlarni bitirgan, faoliyati ham yaxshi yurgizyapti. Davolash, UZI apparatlarimiz bor, nomerlarimiz. Suni yurg'ilamiz, ha? Hop, nomerlarimizni aytib ketasiz. 343 45 64. Yashang. Instagramga qo'ying, Instagram. Bo'ldi, qo'yamiz inshaalloh. Barakasi. Nech pul oldi? Qo'yamiz. Nech pulga qaytdi? 24. Sotilmadi? Do'stim nech pul oldi? 27. Barakasi bo'lsin. Zo'r. 2026-yil 27 avgust sanasida turibmiz. 28,5 mi? Mana bo'lasan arqada. Ana barakasini bersin. Sotildimi? Zo'r bo'pti mana barakasi. Zo'r, o'ta go'zal. Mollar bormi? Laylarni bosib qo'ying, ha? Bo'g'ozlar bilan quloshlar Bu sotib oramizmi buni? Yo'q, buni sotdim o'zi. Ha, sotib oldingizmi? Ha, yaxshi. Yaxshi mol ekan lekin. 28,5 million. Zo'r. O'ta molni o'zini olib keladigan yaxshi insonlar bor. 90lik. 055 055 89 85. 85. Maşallah bo'ldi. Shoshilamiz amma. Bo'g'oz bor ekan aka bular. Nech pul bo'libdi, hoji aka? Bo'g'oz bormi, yo'qmi? Nech pul oldu bu? 10 qayt. Ha, yaxshi. Bo'g'oz bozori eng arzon bozor. Ha, yashang abi. Bo'ldi, yashang. Zo'r, nech pul olsansan? O'y, nech? 8 million beriz barakasi. Bu sizda-chi? Nech puldan? 18 dan qaytibdi aka-ukalarimiz. Mollarda güzellari bor, bizda yaxshilari bor. 100 milyon tutgan solishamiz. Drablga xizmatlari ham bor ekan mana. Ana bor baraka bo'ldi mana. O'ta go'zal. Nech pul sotyapsiz? 2 million so'mdan qilib beryapmiz. Oddiy bo'lib dastavkasini qilib. Drablga baş sindirib olibsizmi, ha? 1,8 O'ta go'zal 36 ga ya. 1,8 ga oldim. Ha. Ishlatgani, somonga. Qanaqa bu mahaviylimi? Mahaviy zavodskiy mahaviyli bo'ladi. Motori 6,5 keladi. Motordan zavodskiy reylasi bo'ladi. Yashang. Nomerlarimiz. Nomerlarimiz bu mana bu aka. 94lik 94lik 740 9090. barakasini bersin inshaalloh. Kelishlaringiz savdolarga baraka. Dahshat bizda. O'ta 18 da arzon olibsan, ha? Ikkita oldikda juda. Yaxshi olibsiz, zo'r olibsiz. Ha, arzon ekan. O'ta go'zal. Bekzod, Drablga sotilar nomerlarimiz. Yetalab ketaverasiz, yetalab. Bizda zo'rlari bo'ladi. Mollar qaytdi mana. Bemalol, ana u narsasi. Nech pul bo'ldi oxiri endi? 28 barakasini bersin, zo'r. Yeypallagi o'xchada akalarimizda mollar bor inshaalloh. Aloqalarga chiqishlaringiz mumkin. Qaytyapti mollarimiz mana. Nech pulga bormadi bu? 7 ga bordi. Bordi, bermadingmi? Ha? Nomer deydi. 91
91lik 682 682 63 50. 63 50. Bizda yaxshi zot Bujovskiy bor ekan-a? Ha? O'ta ideal ekan mol. Bizdan uzoqlashmang. Umid Abdullayev kanalida. Yaxshi bog'botning eng qattiq bolasi bo'ladi. Tuzumi siz qandaysiz? Savdoni qattiq qiladi. Rasa halollik etmashi bo'ladi. To'g'risini aytib sotadi, ha? Yashan gapi yo'q. Ammo uxlaganda juda yaxshi uxlaydi. Yaxshi. Sotilmadimi? Nech puldan? Nech pul bo'ldi aka? 5 million 400 ming so'm. Qo'shqardi, zo'r yo'q, ha? 5 million to'lash. Oldingizmi buni? To'yga oldingizmi? Yo'q, baqqan, qo'yib qo'y. Baqqani ham qo'yga. O'ta ideal, o'ta ideal. O'ta yaxshi olibsiz ammo aka. Ha? Barakasini bersin. Zo'rdik, qo'ydik. Ha, arzonlashib ketdi. 5 million 400 ga olishdi akalarimiz mana shu. Qaytdimi? Nech pulga oldingiz? 27. Bo'g'az? Necha oylik aka? Hayır, 8 oy. Ha, maşallah. Nima aka? O'ta go'zal o'qtama. Laylarni bosib qo'yinglar, ha? 24,5. Yaxshi arzon olibsizlar ama. Zo'r olibsizlar ama, barakasi bersin. Olaman desa, Bizdan uzoqlashmaga Umid Abdullayev kanalida bizda yaxshilari bo'ladi inshaalloh. Nech pul olibdi o'zi? 10,5. Qo'yar, yaxshi olib qo'yibsan bu. Barakasini bersin, ha? Gelen işte. Çıkarma. Onu uğraşma. Bunu gören bu